Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz Qo'ylov vodiy betagidan Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg yo'lga chiqib ketmoqda. Mana kukalar. Qo'ylovdan vodiy betagidan kukalar davlat tomonidan qo'yilgan. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, kukalar, murojaat qilasizlar. Kukalar, like bosishni, podpisa qilishni unutmanglar kukalar. Mana Qo'ylov vodiy betagidamiz. Mana ichki holatlarni ko'rsatamiz akalar. Aziz vatandoshlarimiz o'tiribdi. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg. Bu xolasa vatandoshlarimiz joylashdi. 15 mingtaga mana yuradi deb o'tirib topamiz. Ekranlarga like bosinglar. Marhamat. Toshkentdan Qo'ylov vodiy betagidan chiqdingizmi opa? Zo'rmi avtobuslarimiz? Andijon betagidan chiqdim. Yaxshi. Sog' bo'l. Hozir aytamiz, sho'pirga yoqib qo'yadi. 1 minut. Mana aka-ukalar, ekranlarga ishonchli raqam qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Qalay uka, yoqdimi avtobusimiz? Zo'rmi? Gap yo'q uka. Sog' bo'ling, yaxshi yetib oling.